Salom, get ready with me to university. Bugun sizlar bilan birgalikda universitetimdagi darslar haqida gaplashamiz. Universitetda darslar bitta semestrda ikkita sessionga bo'ladi, ya'ni ikkita sessiyaga. O'sha ikkita sessiyadan 3 ta dars olishingiz kerak, ya'ni 3 ta fan o'qishingiz kerak. Bu kurslarni o'zingiz tanlaysiz, o'zingiz xohlagan professoringizdan necha vaqtda. Xitoyda hali ham quyosh issiq va shu sababli yuzimga sunscreen surtib olaman. Men olgan kurs darslari soat 11:45 da boshlanadi. Har doim nimadir muhim narsalarni oldidan yuzimga bir nimalar chiqib ketadi. Shuning uchun hozir konsillerda yopib chiqamiz. Aytishimdan chiqib menda konsiler kiykolan. Tirnog'imga e'tibor bermaylik, chunki tirnog'im sinib qoldi. Universitetda menga eng yoqadigan narsalardan biri bu darsda 4 kun bo'lishi. Bilashimcha hamma professorlar yaxshi, lekin ba'zi professorlar shunchaki studentlarni qiynagisi keladi. Lekin Xudoga shukr, hali unaqa professor ko'rganim yo'q. Agarda ko'rsam, albatta bu videoni o'chirib tashlayman, chunki ko'z tekkan bo'ladi. Qoshimga hech nima qilmayman, chunki qoshimga o'zi ham yo'q, faqatgina kiprigimni bo'yab qo'yaman. Sephora'ni tushlarini yaxshi ko'raman. Umuman oqib ketmaydi. Labimga esa Vivienne Sabonning 06 qalam Dior. Shu joyda menga obuna bo'lib qo'ying, chunki menda Xitoy hayoti va chet elda ta'lim. Keyingi videoda biz siz bilan Flower Nose'dan obzor qilamiz. Shundan zireylar, shunaqa milliy taqinchoqlar olib kelmaganim uchun juda ham afsuslangandim. Keyin kecha Xitoyda molda mana shunaqa zirey ko'rib qoldim. O'zbekistonniki o'xshaydi-ku, milliy. This is my final look. Ko'rganingiz uchun rahmat.